Salom do'stlar, sizlar bilan men TT303 va bugungi dunyoda do'stlar, bugungi videoda biz Stick War o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Sizlardan like va obuna, men esa boshladim. Hop, o'tgan safar mana shu yerga kelib qolgandik. O'tgan safargi videoyimni eslaydiganlar bormi? Xullas, bugun biz mana nima deydi, missionni bajaramiz. Mission 543. Normal o'ynab turamiz hozircha. Hop, bizga 8 ta mana bunaqa berdi. Gigantni kuchaytiramiz. Hop, yana kimni? Size Castle Archiden. To'xtanglar, bo'lmas. Uzr do'stlar, sizlardan ming bor uzr so'rayman. Hop, mana shuni o'ynashim kerak edi. Bizga nima? Ikkita beragan. Size va crown. Demak, biz albatta qilichbozni kuchaytiramiz. Hop, bo'lmasa davom etamiz. Mana bulardan chiqarib olamiz do'stlar. Stop. Bizga уже hujum qilishyapti. Bizga hujum qilishyapti. Bunaqa nimalardan umuman foyda yo'q. Bizga hujum qilishyapti. Tezroq ishlatishga iloji yo'qmi? Ular bizni shu olsin. O'ta tez otishayotgan do'stlar. Bizga ham kamonchilar kerak. Qilichbozlar. Hop, ular juda kuchliga o'xshayapti, lekin 10 tadan jon olishar ekan. Lekin hali buni amalda sinab ko'rganimiz yo'q. Faqat kamonchimi? Demak, juda ham ko'p askarlar chiqarishimiz kerak. Iloji boricha ko'p. Davay. Burnim bitgan do'stlar. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Juda ham kuchli bular. Vallahi endi nima qilamiz? Oy. Yutqizamiz deb boshlayapman. Lekin albatta men harakat qilaman. Mana senga. Yo'q. Halok bo'lamiz deb boshlayapman. Voy. Do'stlar, bular luboyini yopib tashlayapti. Bo'ldi, bizda boshqa umid yo'q. Xo'sh. Chap berishga harakat qilaman. Ular umuman zarbaga do'stlar, nima qilsam bo'ladi? Oy. Headshot. Bo'ldi, yutqizdim do'stlar. Agar shu videoga do'stlar 10 ta like bo'lsa, men albatta bulardan qasos olmasam bo'lmaydi. Xullas, agar shu videoga 10 ta like bo'lsa, men bu o'yinning mod versiyasini o'ynayman. Umuman olganda bu versiyalarni, o'ynagim kelmayapti. Aniq chiqishi aniq, mod versiyasini. Nima deyapti? Do'stlar, Enemy Studios. 9 ta upgrade'im bor ekan. Bu albatta. Hop, buni himoyasi. Va mana bu. Gigant do'stlar bizga kerak. Destroy the enemy statue. Hammasi olmaslik-ku. Ishlaylar, bolalar, ishlaylar. Burnim ancha oqib qolgan do'stlar. Uzr so'rayman albatta. Lekin menda boshqa iloji yo'q.
hujumga o'tishdi. Hop, biz ham hujumga o'tamiz. Tegmadi. Yana tegmadi. Yana tegmadi. Tegmayapti. Na. Voy. Oy oy oy. Na. Oy oy oy. Oy. Hop. Bakaki. Bakaki yomon so'radim. Oy. Oy. Bu nima degani endi? Oltmish. Uy. Qochish kerak. Endi qoch. Endi qoch. Qoch. Do'stlar, juda ham kuchli dushmanlar. Hop. 2 ga 1. Bu adolatdan emas, to'g'risi. Ha, uryapti odam. Nima? Nima? Oy. Do'stlar. Hop. Mana shuni yapsa tegar ekan. Hop. O'tachamiz. Ularni yo'q qilishimiz kerak. Oy. Qoch. Ular juda ham kuchli. Yo'q, qaytamiz do'stlar. Sababi kamonchilarni yo'q qilib olishimiz kerak. Kamonchilar bor bo'lsa, biz qiynalamiz ancha. Shunday turaveramizmi do'stlar? Kamonchiga otish kerak. Kamonchilarga o'q uzishni boshlashdi. Nimadir deyapti? Hop, ularni yo'q qilamiz. Bo'ldi. To'xtanglar. Mana senga hujumga o'tamiz albatta. Mana. Yep. Ketdi-yu. Orqasidan uryapmiz. Bu nomardlik albatta. Haqiqiy nomard ishini men qildim hozirgina. U uzoq ekan. Sal, ay. Bitta o'q tegib, bitta o'q otib turib, mendan kuchli bo'lib qolishdingmi? Halo. Hop, qarab turgan sella. Kuchsizmiz biz do'stlar. Bu nohaqlik. Mana senga. Hop. Hoppa. Mana senga. Eplasang. Qarasang qarab qo'y. Ha joningda. Voy. Ha joning. Ey. Voy. Yo'q. Do'stlar, baribir mod versiyasini tortmasam bo'lmaydi. Keyingi video aynan shu video, ya'ni aynan shu mod versiyasini o'ynayman. Xohlasanglar shaka versiyasini o'ynashim mumkin. Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Bitta monondan, bitta bundan. Ozgina pul to'plashim kerak. Ular juda ham tez ishlashyapti. Men ham shunday qilishim kerak. Tezroq ishla. Yo'q. Bizniki ana Ajimaniya qilar ekan do'stlar.
Bu yaxshi. Hozir video tugashi mumkin. Bitta spertini chiqarib olsam, bu ya'ni himoyam kuchliroq bo'lardi. Bo'ldi. Bitta mana bu kamonchi ham chiqarsam do'stlar. Hujumga o'tamiz albatta. Voy, otib yubordim. Hop. Himoya. Mana. 120% jonni olib qo'ydim. Uning haqqi yo'q buncha ko'p jon to'plashga. Davay, tezlash kerak. Bitta gigant chiqarib olsam yaxshi bo'lardi. Lekin ular tez pul to'plashyapti. Buning iloji yo'q deb o'ylay boshlayapman. Tezroq ishlasam, ko'proq pul topsam, albatta bundan tezroq chiqarib olardim. Menda ko'p pul bor. Tezroq ishlashim kerak do'stlar. Tezroq mana shu yerda turib ham pul topib qo'yaveraman. Bo'ldi. Menga 200 ming so'm yetmayapti xolos. Ular hujum qilishmayaptimi? Yo'q. Bo'ldi. Himoyamiz qattiq bo'ladi endi. Hujumga. Hujumga o'tinglar birodarlar. Mana senga. Yaxshigina kuchaydik. Hop. Ana gigant ham chiqdi. Mana senga. Kuchayib qoldik-da. Yedi. Do'stlar, ularni jonini ko'paytirish kerak. Mana buni va mana buni. Joni ko'rinmay. Bo'ldi. Kam ekan. To'ldirish kerak tezroq. Mana bular tezroq ishlasa-ku. Mayli, hujumga. Sekinlash kerak. Qocha boshlashdi. Hujumga o'tinglar. Ovozini eshitdinglarmi do'stlar? Haybatli. Mana. Hozir haykal buziladi. Buzish kerak haykalni. Nima qilib bo'lsa ham yutishimiz kerak do'stlar buni. Do'stlar. Biz yutdik normalda. Ajoyib ish bu, juda ham ajoyib. Hop. Yutganimizni o'zimiz ham sezdik. 14 daqiqa bo'lib ketibdi video. Qarang do'stlar, nima chiqar ekan. Shundan keyin video tugaydi. Hop. Ajoyib narsalar chiqdi. Buni ham ochib qo'yamiz. 2 soat, 3 soatda ochilar ekan, mayli.
Hop, mayli do'stlar. Bu videoning so'nggi daqiqalari. Do'stlar, bu Stick War Legacy o'yinining 2-chi qismi edi. Do'stlar, 3-chi qism albatta mod bilan bo'ladi. Sizlarga va'da beraman. Unda mayli, sizlardan like, obuna bosish esdan chiqmasin. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.